hayotda meni yomon qiynayapti-da borku. Pul ham yo'q. Xo'jayin kelyaptimi? Hozir men xo'jayinga gap bilan aytaman. Turfa gullar ichida go'zal bir lola ko'rdim, gulzor aro bir tanho zebo masona ko'rdim. Xo'jayin yaxshimisiz, charchagansiz. Nima gap bo'lyapti? Shu qo'lim yomon qichib ketyapti. Men qo'lim qayerdandir pul kelarmikan, nima deysiz? Bu gashni ham qilib qo'ydingmi? Yo'q, hozir endi qilaman. Shukurka bo'lmadimi hali? Shukurkani aytganingiz yo'q-ku? Zo'rpisarni-chi? Yeb qo'ymadingmi? Yo'q. Yo'q, ana uni aytasiz. Tushidan shu aytgan shakimizdan faqat o'tgan ketgan qizlar paylaysan-da. Kimlar qizlar chiqarib tasha ukam. Ishlash kerak. Soqqan qilish kerak, soqqani. Xo'jayin, hozir men bitta narsa o'ylab qoldim-da. Men bitta yurib kelishim kerak ekan. Mayli, mayli. Hamma joyim qichib ketyapti.